ildiz chirish kasalliklarini bargidan ko'rib bilishning yo'llaridan biri mana. Demak, shu hosil solgan mevasi bor. Mana bu qismida esa bir qismida mana to'liq mevalar changlanib bo'lib, xo'sh mana yana gulga o'tirgan. Demak, biz bu daraxtga ildiz chirish tashxisini qo'yamiz. Chunki mana yonida umuman daraxtda gul yo'q mana. Endi buni hammasini ekranga ko'rsatib bo'lmaydi mana. Gullar yo'q to'liq. Demak, o'sha dovcha beradigan va gullaydigan bo'lsa mana bu yoqlardan faqat shunda bor-da. Boshqa narada yo'q. Sekin mana taqsimga kelamiz. Mana ahvol. Demak, chirishni boshlagan, nam ko'paydi. Mana orasida ham qora bo'lib chirish boshlangan. Shuning uchun o'sha dehqonlarimiz o'zlari mutaxassis bo'lishi kerak. Hadeb mutaxassis chaqirib o'rmasidan mana sodda yo'llarini o'rgatdik. Demak, daraxtlar misol deylik 30 ta 40 ta bo'lsa-da, ichidan bitta ikkitasi gullagan bo'lsa, bilingki o'sha gullagan daraxtlarga ildiz chirish tushgan. Bu qachon bilingan? Mana kamida demak 5-6 oy oldin ildiz chirish o'zini belgilarini berib, bugungi kunda kelganda mana kuchayib ketgan. Ko'pchilik aytadi, telefonlar bo'lib turadi-da, limonim gullagan shuniki. Shuni olib tashlaymi mevasini deydi. Uni olib tashlash kerak emas. Yaxshilab e'tibor berish kerak. O'sha daraxtda demak ildiz chirish tushgan bo'lishi mumkin. Agar shunga o'xshash savollar bo'lsa, bemalol 93lik 476 4020 telefon qilishingiz mumkin yoki yozishingiz mumkin savollarni. Biz o'shanga imkon qadar savolga javob berishga harakat qilamiz. 93lik 476 4020 Peshku limonchilik maktabi.